Bu narsa uchrab turadi va bu narsa ilmiy tilda penis captius deyiladi. Boshqachasiga aytganda, olatni qinning ichida yopishib qolishi, qisilib qolishi deyiladi. Yosh kelin-kuyovlar o'rtasida bo'lishi mumkin yoki birinchi marta jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lgan yigit-qiz o'rtasida kuzatilishi mumkin. Va bu nima uchun kelib chiqadi? Bu ayol kishini ruhiy tayyor emasligi jinsiy aloqaga, doimiy stress bo'lishi, aloqa vaqtida qattiq qanaqadir travma, og'riq bo'lishi hisobiga yoki jinsiy olatni aloqa vaqtida noto'g'ri kirishi hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Va bu vaginizmga o'xshagan holat, ya'ni jinsiy a'zo qin olatni qattiq qisib oladi. Va buni yechimi qanaqa? Yechimi birinchi ruhiy holatni yengillashtirish uchun suhbat, iliq vanna qabul qilish, ya'ni olat qinda qisilib qolganda uni tortib chiqarish tavsiya berilmaydi. Olatni bo'sh qo'yadigan, shu qinni bo'shashtiradigan ishlar, tos mushaklarini bo'shashtiruvchi manipulyatsiya, issiq iliq vanna, silash, siypalash, massaj, ruhiy dalda bo'lish yordam beradi.